Alhamdulillah, Alloh subhanahu va taolo qishlog'imizga katta ne'mat berib qo'ydi. Qishlog'imizni o'rtasidan chiroyli holatda soyda oqizib qo'ydi. Lekin afsuslar bo'lsinki, biz namoz o'qiyapmiz, roza tutyapmiz, odamlar bilan bo'lgan muomalamizni chiroyli qilyapmiz-u, lekin tabiat bilan bo'lgan muomalamizga beparvo bo'lib qoldik. Qarang, soyimiz qay ahvolga kelib qoldi. Suvni ichib bo'lmaydigan, ichi to'la yuqumli kasalliklarga, to'la holatga kelib qoldi. Ishonmasak, kasalxonaga borib qaraylik. 80% darddan qiynalayotgan bolajonlar hammasi cho'taklik. Bunga beparvo bo'lmaylik. Biz o'ylamaylik, men cho'daydi boshida yashayman, axlatimni tashlasam menga zarari yo'q deb. Mana shu oldingi Selsovetxonaning tepasidagi ko'chadan oqayotgan suv. Buni nima qilish kerak? Ko'ring, mana shu kelib bu yog'i mana soyga to'kilyapti, ichimlik suv bo'lgan soyga to'kilyapti. Mana soyda ahvolini ko'ring mana. Nima bu endi? Molni siydigiga ham o'xshaydi, odamni ham siydigiga o'xshaydi. Nima ahvol bu? Yoki ariqni boshidaman, ariqqa axlatimni tashlasam menga zarari yo'q deb. Suvda paydo bo'lgan virus oqimga qarab turmaydi. Suvda hamma yog'ini bir xil kasal deydi. Bunga yorqin misol, borib kasalxonaga qaraylik. Kasalxonada yotgan bolajonlarga qaraylik. Chodayda hamma qismidan bor. Quyi qismidan ham bor, o'rtasidan ham bor, boshidan ham bor. Demak, birodarlar, bu muammoga ko'z yumib bo'lmaydi. Farzandlarimizni o'ylaylik. Jiyanlarimizni o'ylaylik. Ertaga ular ham kasallanib qolishligi mumkin. Shuni oldini olish maqsadida shanba, yakshanba kunlari, kerak bo'lsa qolgan kunlari ham xalqimizda, qishlog'imizda hashal o'tkazilyapti. Bunga hammamiz mas'ulmiz. Hamma mahalla mutasaddilari, hamma mas'ul. Hammamiz uyimizdan o'tgan ariqni tozalaylik. Erkaklar borib turib qaraylik. Ayollarimiz mag'zavalarni qayerga tashlayapti? Agar ariqqa tashlayotgan bo'lsa, chuqurlar qazib beraylik. Maxsus chuqurlar qazib beraylik, o'sha yerga tashlasin. Inshaalloh mana shunday qilsak, xalqimiz bir yoqadan bosh chiqaradigan bo'lsa, bu muammoni hal qilamiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu muammoni hal qilishga o'zi bizlarni muyassar aylasin. Alloh subhanahu va taolo mana shu yo'lda, mana shu niyatimizda amalga oshirish uchun bel bog'laganlarda hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.